Dilnomalarim. E'tiboringiz markazida boshlovchingiz Shohidaxon. Maqsadimiz bitta. Uzilgan rishtalarni bog'lash, bog'langan rishtalarni mustahkamlash. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Munavvarxon opajonim, yaxshimisiz? Sog' salomat yuribsizmi? Rahmat, alhamdulillah, Xudoga shukr. Sizomisiz? Alhamdulillah. Bemavrid bezovta qilib qo'ygan bo'lsak, chin dildan uzr so'raymiz. Opajon, ayni damda yaqinlaringiz iltimoslariga ko'ra Dilnomalarim nomli tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqda edik. Loyiha boshlovchisi Shohidaxon bo'laman. Opajonim, agar mumkin bo'lsa, ijozat bersangiz, 5 daqiqagina qimmatli vaqtingizni o'g'irlaymiz. Mayli. Alloh rozi bo'lsin. Opajonim, bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan bugun Habibimizga ummat, Allohimga sevimli banda bo'lgan shukrona kuningizni qarshi oldingiz, shundaymi? Ha, albatta. 49 bahoringiz bilan butun jamoamiz nomidan chin ko'ngildan tabriklaymiz opajon. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Qalbingiz to'g'rida neki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, Allohga-yu o'zingizga ayon bo'lgan duolaringiz bo'lsa, inshaalloh barchasi birin-ketin bexato amalga oshishligini olamlar egasi bo'lmish Robbil alamin nasibi ro'za aylasin. Farzandlaringiz, nabira ne'matlaringiz baxtiga doimo shod xurram yayrab yashang. Hech qachon dard va alam nimaligini bilmang opajon. Rahmat. Tinchligingiz sog' bo'lsin. Amin ajmain. Opajonim, loyihamiz tomon sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, qadrlovchi yaqin bir insoningiz nomlaridan go'zal tabriknomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Bu qalb qadrdoningiz, sevimli insoningiz kim bo'lishlari mumkin opajon? Endi farzandlarim bo'lishi mumkin-da. Balki bilmasam, biroqchalarida. Demak, farzandlaringiz nechta o'zi? Bitta qiz, Ismoilxon, Isroilxon, Ma'zamxon bo'ldi, kelinim bo'ldi. Demak, Ismoiljonmi, Isroiljonmi, Muazzamxonmi yoki kelin qizingiz? Endi bilaman, endi bilmasam, biroqchalarida. Bitta narsa, o'g'illaringizdan ko'proq kutsa bo'ladimi yoki qizlaringizdanmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu g'oya kimdan chiqishi mumkin? Endi bu g'oya qizimdan chiqadi. Endi bilmasam, bu safar kimdan chiqqanini. Qizingizni ismlari nima edi? Ma'zamxon. Aha, albatta Muazzamxon ham bu tabriklarga qo'shilib qoladilar. Ammo yana bir qizingiz borki, sizni haqiqiy chin qizingiz hisoblanmish mehriboningiz kelin qizingiz Oydinaxon nomlaridan qo'ng'iroq qilmoqda edik. Rahmat. Va albatta sezganingizdek bu tabriklarga barcha yaqinlaringiz, jumladan O'rinxon xojonajonimiz, Habibaxon xojonajonimiz, mehribon umr yo'ldoshingiz, inshaalloh bir umrlik yoringiz Adhamjon akajonimiz, o'g'illaringiz Ismoilxon, Isroilxon va mehribon qizingiz Jannat gulingiz Muazzamxon ham, nabira ne'matlaringiz Ominaxon, Rayyonaxon, Soliyaxon, Ibrohimjon, Abdulloh va qolaversa barcha yaqinlaringiz ham shukrona kuningiz bilan chin dildan tabriklab qoladilar. Eng go'zal niyatlarini yo'llab qoladilar opajon. Rahmat, tinchligingiz sog' bo'lsin. Inshaalloh ilohim aytganingiz kelsin. Ularni baxtlarga-da hamisha Allohning hifzi himoyasida bo'ling. Uylarning to'rida savlat to'kib o'tirmoqlik baxtini hamisha nasib ro'za aylasin Allohim opajon. Amin. Askanimiz kelsin. Inshaalloh. Endi yana birozgina vaqt ajratasizda. Kelin qizingiz, mehriboningiz Oydinaxon nomlaridan kelgan, faqatgina siz uchun atalgan, har doim ham o'zingizga qarab ayta olmagan juda ham go'zal dilnoma va tabriknomalarni o'qib yetkazamiz. Tayyormisiz? Albatta tayyorman. Qalbdan chiqar ushbu kunda sadolarim. Rahmat deyman, Robbim senga imkon uchun. Qaynonamas, onamdayin mehr bergan she'rim yozay, ul muqaddas inson uchun. Qizim Debon o'z uyiga qabul qilib, bu ko'nglimni avaylagan boshim silab, bilib bilmay nozik ko'nglin og'ritsam-da duo qilar, menga doim baxtlar tilab. Assalomu alaykum. Bu dunyo onalari ichra eng yaxshisi bo'lgan mehribonim, suyanganim, darddoshim, o'zimni onajonim.
qalbiga cheksiz muhabbat joylagan, so'zlarda ibrat saqlagan, biz uchun borini ham berishga tayyor bo'lgan. Dard cheksak jismi ozor ko'rgan, o'z onamdayin beg'uborim, mushtiparim, betakrorim, kuyinchagim onajonim, aziz validam. Bugungi Habibimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz munosabati bilan barcha farzandlaringiz nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Onajon, ilohim hamisha sog' omon bo'ling. Baxt saodatda, hurmat izzatda, mehr muhabbatda, oilamiz davrasida savlat to'kib, otajonim bilan duolar qilib o'tiring. Hech qachon Allohim sizni betob qilib, biz farzandlaringizni, yaqinlaringizni sinamasin. Onajonim, fursatdan foydalanib, shu kunga qadar yoshlik qilib, beboshlik qilib, gohida bilib, gohida bilmay dilingizni og'ritib qo'ygan bo'lsam, xafa qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring. Siz dunyo onalari ichra eng yaxshisi, eng mehriboni siz biz uchun. Boringizga shukr. Onajonim, bilasizmi, sizni judayam yaxshi ko'raman. Gohida bu mehrimni, muhabbatimni oshkora ayta olmagandirman. Ammo sizni o'z onamday ardoqlayman. Ilohim hamisha oilamiz ustuni, baxtimiz koshonasining qirolichasi bo'lib yuring. Baxtli kunlarimizda, to'y-u tantanalarimizda hamisha yonimizda hojilik maqomlarida yuring. Oltinga teng duolaringiz, pand nasihatlaringiz bilan hamisha yonimizda bo'lishingizni Allohim nasib ro'za aylasin. Mehribonim, o'zingizni doimo ehtiyot qiling, chunki siz hammadan ham ko'proq biz farzandlaringizga keraksiz. Boringizga shukr. Sizday onajonni bizlarga hadya etgan buyuk Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Qalbingiz jannatdir, joy olay men ham. Poyingiz qibladir, bosh qo'yay bir dam. So'zingiz takrori ulg'ay o'z bolam. Beminnatim jonim, davlatim onam. Jannat ichidagi jannatim onam. Onajon, shu bugun sog'indik ko'proq. Mehrim jo'shdi sizga onajon, biroq ba'zan ranjitganman, mendadir gunoh. Mehringiz ziyoda, suyanchim onam, olamda yagona quvonchim onam. Sajdaga bosh qo'ydim, o'yladim sizni, sog'liklar tiladim Qodir Allohdan. Kamolga yetkazib hamma o'g'il qizni, jonajon mehribon munisim onam, dunyoda tengsizim, azizam onam. Onajon, fayz bilan o'tmoqda kunim. Bizlar bormiz sizning duoyingizdan. Ko'p narsa kutmaysiz aslida bizdan. Qani, ko'nglingizni to'ldirsam onam, dildan g'amlaringiz o'ldirsam onam. Sizni olib boray Ka'batullohga, maqtab, alqab aytay so'ngra Allohga. Jonimni saqlaysiz, qo'ymay gunohga. Biz uchun g'amlarni yutdingiz onam. Bu onlarni qancha kutdingiz onam. Bu dunyodagi eng mehri ulug' bo'lgan, barcha farzandlari uchun barobar bo'lgan, mehri ummon, muhabbati daryolardek cheksiz bo'lgan azizam onajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hamisha farzandlar baxtiga, nabiralar baxtiga omon bo'ling. Ko'zlaringiz doimo quvonchdan kulib tursin va hech qachon biror marta bo'lsa ham ko'z yosh to'kmasin bu ko'zlar. Boringizga shukr. Sizni chin dildan yaxshi ko'ruvchi, ardoqlovchi, bir umr xizmatingiz va izzatingizda bo'lmoqlikni niyat qilgan kelin qizingiz Oydinaxon. Rahmat. Mashalloh, mehr muhabbatingizga, ona bolachilik rishtalaringizga ko'zlar tegmasin va bu rishtalar abadiy bo'lsin opajonim. Attenizli so'zlar sog' bo'lsin, yurtimizdan qo'shiqlari kelgan. Alloh rozi bo'lsin. Amin, inshaalloh. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Bilasizmi opajon, loyihamiz tomonidan ayni damda ovozlaringiz yozib olinmoqda va bu ovozlarni nafaqat Oydinaxon qizingiz, barcha farzand ne'matlaringiz ham, nabiralaringiz va jigarlaringiz ham intizorlik bilan kutib turibdilar. Ularga aytar so'zlaringiz bormi? Fursatdan foydalanib, eng go'zal, chiroyli tilaklaringizni siz ham yo'llab qo'yish imkoniyatini beramiz opajon. Rahmat. Yangilarimiz sog' bo'lsin. Ikkita onajon tenjonlar sog' bo'lsin, ular sog' bo'lsin, baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Hammalarini sog' salomat bo'lsin. Allohim panohida asrasin. Rizqidan ham bo'lsin, tenjonlari sog' bo'lsin, hammalari sog' salomat bo'lsin baxtimga.
Inshaalloh. Opajonim, Jamila sog' bo'lsin. ilohim aytganingiz kelsin. Opajon, sezdingizmi? Judayam boy inson ekansiz. Onajonlaringiz, farzand ne'matlaringiz, ham o'g'il, ham qizingiz, qolaversa nabira ne'matlaringiz bor ekan. Mehribon suyangan tog'ingiz, umr yo'ldoshingiz bor ekanlar. Yoningizda tog'day qalqon bo'lib turuvchi o'g'illaringiz, hamdard bo'luvchi qizlaringiz bor ekan. Judayam havas qildik. O'g'lim Isroilxon, qizim Mazamxon, sog' bo'lsin. O'g'illarimiz ham davlat ziyoda bo'lsin. Alloh panomida asrasin. Oilalarim ham tezjolar sog' bo'lsin. Hammalari baxtimda sog' salomat bo'lishsin. Amin ajmain. Ilohim aytganingiz kelsin. Bu farzand ne'matlaringizni hammalari baxtlilar ichra baxtli bo'lsin. Bu baxtlarni ko'rib, xursand bo'lib, quvonib, faxrlanib yashamoqlik baxtini sizga ham, akajonimizga ham nasib ro'za aylasin Robbim. Shukrona kuningiz bilan loyihamiz nomidan qayta qutlab qolamiz. Opajon, quvonchli kunlar yana bayramlarga ulansin va siz bilan ko'p bora siz u bizni ham suhbat qilsin Robbim deya yaxshi niyatlar bilan xayrlashib qolamiz. Rahmat, senga sog' bo'lsin. Kelinglar birgalikda qutlov o'tkazamiz. Amin, inshaalloh. Nasib etsin opajonim. Boringizga shukr. O'zingizni doimo yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Shukrona kunlar yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, kelinglar sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, ham rahmat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha.